Ikkinchi etajga kirganda holimiz. Bismillah. Mana o'sha mashhur patolog chegara avval bo'ldi. Bellarga tirik svetlardan qo'ydik. O'rtaga bitta lyustra bo'ladi. Chekalardan podsvetka yonib turadi. Plafonga ham tashlaganmiz kabel. Tekis qilib patolog yasab qo'ydik. Bu yerda televizor bo'ladi. Hozir qish kunida remont bo'lmaydi, только patologlar qilyapmiz. Bu uyda polni где-то 10 ta xona bor. Patologni o'tkazib olamiz. Mana shu qishda bahorga chiqib remontini qilamiz. Shu yerda tini zonalarni ko'rsatamiz. Bu yerda lestnitsamiz bor. Ikkita ustom mana shunaqa uyda egasi bilan shuni nima qilyapmiz, gaplashyapmiz. Afishka qilib turib, ikkita ustonda polka qilib qo'yamiz deyapmiz. Gipsokartondan gul qo'yadiganmi, что-то bitta narsa qiladigan, qo'yadigan narsa qilaylik deyapmiz. Shu ideya bo'lyapti bizda. Boshqalarda qanaqa ideya bor, yozib qoldirasizlar kommentariyaga. 90% uyda shunaqa lestnitsa uston chiqib qo'ygan, tepani ushlab turish uchun. Bilganlar yaxshi ideyasi bo'lsa yozib qo'ysin. Bu yerda lestnitsani tagini ashufka qilib qo'yamiz gipsokartondan. Burchakgacha. Bu yoqqa lestnitsani figurasiga qanday bo'lsa shunday qilib chiqarib qo'yamiz. Eshigini maydan qilamiz deyapmiz. Shu yonboshda kladovka bo'lib qoladi ichkari. Bu yoqqa orqaga o'tagan eshik qoldirgan ekan. Bu yerda shunaqa mangal, shashli-bashli osh-posh qilib o'tiradigan o'choqxona qilingan ekan. Bu yerda parelka bor. Letniy zonada. Yana shunday ko'rinish. Ajoyib patolog chiqdi. Обязательно mana shu cheklarni avvalni qildik, чтобы chiroyli vid bo'ladigan. Chemali to'rtburchakli qilib qo'ygandan ko'ra. Mana ikkinchi etajimiz, mana qag'ida. Bu yer 8 cm tashlandi. Bu yerdan regel bunday o'tganida, shuning uchun shundan o'ra olib, bu yerda splashnoy qilib qo'ydik. Kimga foydali bo'lsa, maslahat deb shu yerlarni aytib qo'yaman. Ko'pchilik shu yerlarni ko'p o'ylanadi. Bizda shunaqa ideya bo'lib, patologimiz chiqdi. Обязательно mana chokilariga ko'proq samariz uringlar. Shpaklovka qilib kraska bo'lganinglardan keyin treshini berib yuborishi mumkin. Oz samariz ursanglar.